Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, jana mol suyuvchilar. Men sizlarga bugun jon ovqatdagi realdu bolalarni sizlarga tortib ko'rsatib beraman. Ondan sizlar bizning kanalni ko'rib turibsizlar. Bugun 3-noyabr 2021-yil. To'g'onlar bunaqay mol nima bog' bo'ldi. Qancha bo'ldi ekan ha? Qancha bo'ldi aka? Mol. Nima ko'p bo'ldi o'shanda? Qancha berib qo'ydingiz aka? 46 ming so'm. 46 ming so'm berdi degan. 46 ming so'm. Qancha berib qo'ydi aka? Shu. Qancha berib qo'ydi? No. 66 ming so'm. 66,5 ming so'm berdi. Bilirsin. 47 ming so'm berdi. 48 bak. Atın gibi. Mimon diye. Yalansak bitir. Yo mimon ekansan o'sha 48 so'm do'qirab ketdi. Yo'q 48 ga bizga borgan mimon olmay do'qirib. Bermaysiz. Qo'ych. Qanchada otasiz aka? Yo'q, qotiysiz 65 ga. 65 ming so'm. Bolasi urvachi. Bolasi urvachi. Bolasi urvachi. Erkaklar toza? Soat bor bular. Soat bor do'qirdi. O'sha bermagan bozorda. Qancha berib qo'ydingiz aka? 46 ming so'm. Sizga. Baraka dedi 50 gina. 48 ga. Xursand bo'l. 48 ming berdik. Berisi. 48 ming so'm. Qancha berib qo'ydingiz aka? 61,5 ming so'm. Boz erkak ekan. Bizde gergin beraman. Özüm sat beraman. Bolasi urvachi ekan, to'g'onlar. Özüm sat Bolasi beraman. urvachi ekan. Ya bolasını görsün bolası. Sen amun Yok. Cinde gergin. Cinde gersen ver bana. Cinde gelirim ben. Yok. Bermaysiz-mi? Bog' bo'ldi, to'g'onlar. Sen meni gapimga quloq sol. Sen meni gapimga quloq sol. Men unda qolmas. 1,5 ming so'm bermay senga berib yuboraman. Bor barakam. Omalab o'zim sot beraman. Yo'q. Bo'pti, 1,5 ming so'm ber, bor barakam, men sotdim. 1,5 ming so'm ber, men boshqa sigirini ham dadil olaman. Men hozir Nega do'stlar berib aytadi. kechqurun ikkita sigir olib qo'ydim, pulim yo'q edi. Yanimda ozgina pul bilan olib xolos. Aka kelinglar ketdim aka, oxirini nima qilaylik? Yo'q. Aka, Shimol ko'rsatib beraylik sizga. bor bor. Olmaz verir, aşağı olsa mayli. Orada kalanı veririm de. Bolasi urvachi. Bu do'stlar kanalı. Kaça verdik? Kaça? 66,5 ming so'm berib aytadi do'stlar, dog'da ele. Savdo bo'ldi. Bor ochilmang, bor baraka. Chiqamon qayni qo'yib berginglar. Qancha berib qo'ydingiz aka? 93 ming berdi. 93 ming so'm berdi. Bosh ekan. 3 bosh ekan. Yaxshi ekan. Do'stlar 93 ming berib aytadi. 93 ming so'm. Bola internetga chiqib bitga ko'rib. Bering ey. 93 mingga berib aytadi do'stlar bunaga. Bozorda bayqag'ingizlar, ko'ringizlar, bilingizlar. 80 mingdan bo'ladi. Bo'zligidan bo'ladi. 3 boshligidan bo'lsa. Bo'g'oz ekan ichida. Ber shuni. Onaga ichida bo'g'oz ekan ichida. Molim jo'shtig'i nimaligi, jashtigi bo'ladi, bo'lsa yo'q edi.
Qancha berib qo'ydingiz aka? Yana balaga. Ha. 75 mi? 75 ming so'm berdi. Bolasi urg'och o'xshaydi. Urg'och 75 ming so'm. Ya soting ey. Qancha dedingiz o'zingiz? 90 ming dedim. 90 ming so'm. Yaxshi berdi biroq. Bozor. Mana aka do'stlar, mana shu 71 ming so'm bo'ladi ekan. Bermaydi ekan. Ya bering ey bozorda. Birdan. Bering aka. Bering aka. 71 ming so'm. To'g'onlar. Sizlarga molni ko'rsatib berayin. Jetmiş bir ming so'mga berib aytadi. Yaxshi berib qo'ying. Almoqchi ekan. Biroz ber. Bak. Sen suyib ketma. To'kalam ey. Bering yaxshi beribdir. Beralasizmi ukam? Daha qancha bor? Ya qancha berib qo'ydingiz aka? 85 verdim. 85 ming so'm. Enesi boğaz. Enesi bo'g'oz ekan. Bolasi urg'och ekan-a? Ha, cho'ng'in bolasi ham o'zida yo'q qoldi. Taptaza alsam bize jeteleyiz bir yağı da Allah verir. Ha, jeteletgan bu akasi. Bere bek bo'ladi, yaxshi beribdir. O'ta yaxshi beribdir. Neresin? Mana aka, nomma bo'ldi turg'anlar. Üstünde değil mi? Üstünde vermeyi tamam. Tam pazarda turmayız. 50 ming so'm berdi. To'g'onlar shul. Uni o'jnakan jash. 50 ming so'mga beraydi. Sağ ol men. Realni bola ko'ringizlar. Bitta qarayli. Qanchaga berib qo'ydingiz aka? Çolak bu çolak mesbi deganda. 94 ga chiqdi bu boyaga, ha? 94 mingga berib o'tirdi bularga akasi. Ichida dog'i bo'g'oz ekan-a bular? Özünü 42 ming. Bunanimi? O'zini 42 ming so'mga qildi. Hozir yangi bağlı. Ha, bularga. Bolarni ko'ringizlar bozorda. 42 ming so'm berdi. Bolas erkak. Bolas erkak ekan do'stlar. Egasi mafiya. Mafiya va Bakmış 68 ming so'm beradi. Qarmoq turib sot, 70 ming so'm sotadi. Oy. Tushga paydan araq hozir. Hozir o'sha. Biz faydalanmayız, yeni çıkı aldık. O bir yerde onta. Yakındaydı boy. 500 gram var bir so'm. Aratası var. 66 ming so'm dedi. 67 ming berib qo'yibdi shular. Yo'q, sen aytgan qo'ymayman. 500 so'm qo'yib berasiz. Qancha dadasiz bu akam? 68. 68 ming. Bering endi, yaxshi beribdi aka. 500 son koydum. Abop turuşa 70 ming. Demek sen aytgan berem 68 ming so'm. Satasın o'sha yerda? Unda bir yerdan al endi. Şurada kıyında 10 Qanchaga ketdi shunda? Ha? 67 ya. 67,5 ming so'm. Ko'ringizlar, to'g'onlar, bola solsingizlar. Qaysi bog'da degan nolmi? Qancha berib qo'ydi? Aka qancha berib qo'ydingiz? 41 ming so'm. O'ziga o. 41 ming so'm berdi. 41 ming so'm. Buni o'zini
окшойт. Мынакей достор, базардагы реалдуу бааларды байкагыңыздар, салыштырыңыздар, комментарийга жазыңыздар, айтып келиңиздер.